Endi shunga munosabatlik Imom Buxoriy Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadis bor. Hadisning ichida "İza lam tastahi fasna' ma shi'." Sen hayo qilmasang, xohlagan ishingni qil degan bir mazmun bor. Mushuni qanday tushunamiz endi? Yani yuqorida dedik biz, inson Alloh subhanahu va taologa haqiqiy ishonganda, Allohning barliq birlikka o'zini kuzatib turadiganligi va bu hayotning mohiyatini tushunganda, kelgusidagi bizni kutayotgan o hayotning mohiyatini tushungan vaqtida o'zining hayotini hayo asosida qurib chiqadi. İnsandan qiladigan butun ishi hayo bo'ladi. Allah xolamaydigan, rozi bo'lmaydigan ishlardan asla yiqinilmaydi ishlarga. Endi mayadiga desda hayo qilmasang xolig'ingni qil deydigan bir ibora var. Bu iborani, bu ifodani qanday tushunamiz? Bilamiz, insonning eng cho'ng prinsipi Allohdan hayo qilish. Kallasida Allah olmagan, hayo qilish olmagan inson o insonning eskiligi yoki o insonning epkiladigan buzuqchiligini yoki o insonning qiladigan buzg'unchiligini asla tasavvur qila olmaydi. Allohdan hayo qilgan vaqtda shuningga ergashma shaklda atrofdagi kishilardan hayo qiladi. Hayo qildi degan gap o'zini tutib oldi degan gap. Ko'ngli tortadigan nurg'un ishlardan ko'ngli tortib qilg'isi kelib tursa, ammo u ishlarni qilmaydi. Chunki Alloh bor, Alloh ko'rib turadi. Bunda haqning haqqini yesam bo'lmaydi. Haqning izzat sharafiga chiqilsam bo'lmaydi. Bu şekilde çoğun günahlardan saklanıdı. Nacar sözlerini qilmaydi. Sət qabih ishlarni qilmaydi. Bularning hammasi hayo bilan kontrol qilinadi. Hayo bilan o'z yo'liga, o'z iziga tushiriladi. Endi biz doimo bir gapni deymiz. İmanning dastlabki bosqichi İmanның dastlabki bosqichi. Shariat üstümüzge yükleyen mas'uliyat, mecburiyatlarni kuchli iroda bilan dastlabki qadamda tatbiqlash. Dastlabki qadamda tatbiqlash. Va kalonda bo'lsin, biz davatgan üzülen cihat qilish degan shu. Sende yo'q deb asli. Shariat bizni talab qildi. Qildik. Egri keldi dastlabda. Zo'lab qildik. Dastlabda biroz yapatatimiz. Qavimiz yo'q, ko'nmagan, odatlanmagan, o'zimizni zo'rlaymiz. Mana bu o'z bilan qildigan jihad deb nechirat buni deb o'tdi. Ondan keyin insonning asli yaratilma xarakteri bilan shariatning ko'rsatgan ta'limot, ustiga mas'uliyat, majburiyatlari masoqachqa buni qilgandan keyin tabiiy bizda bir xil huzur, halovat shakllanadi. Chunki bu hayot insonga bir xil kengirchilik, baxit, saadet, xotirjamlik tuyg'usi uradi. Tabiiy bu ishlar asta bizga zo'r kelmaydigan, qiyin kelmaydigan bo'ladi. Asta texmi o'rlab tabiat, mijoz, xarakterga aylanib, bizning odatimizga aylanib ketadi. Shunga bir asar var. Ni'mal abdu Suhayb law lam yakhafulloha lam ya'sahu. Suhayb shunchalik yaxshi bir bandiki, Allohdan qo'rqmagan taqdirda oslik qilmaydi degani, balkim bu odamning vujudi, tabiati, xarakteri imonning o'ziga aylanib ketgan. Asla bu odamning xuddi yoritilma tabiatiga o'xshash imonning ta'limotlaridan sirtqa chiqish, iymon ta'limotlariga qarshilik qilish asla tabiatida yo'q degan ifoda bo'lishi mumkin. Yana favqulodda taraqqiy qilgan degan gap. Dal bizni talab qilinayotganimiz shu. Bizni talab qilinayotganimiz shu. Hayo qilish orqali o'zimizni kontrollik ostiga olamiz, ma'siyatlardan cheklaymiz. Dastlab qadamda biroz qiyin kelishi mumkin. O'zimiz bilan qiladigan jihatning birinchi bosqichimiz shu. Bara bu bizning tabiatimizga aylanadi. Oxirida biz shu narsaga aylanamiz. Ya'ni shu taklifot, shu mas'uliyat, shu ta'limot, shu vazifalar bizga aylanadi. Biz hech qanday bir kuch emasdilla, avtomatik holatda shuni qiladigan holat. Mana bu iymonning eng yuqori bir gavdasi. Endi mushu nuqtani tushunib bo'lgandan keyin biz asli gapni iza lam tastahi fasna' ma shi'ta degan hadisdan boshlagandik asli. Ya'ni sen hayo qilmasang xolig'ingni qil degan bir hadisda buni qanday tushunamiz degan vaqtda biz yuqorida gapni deyishimiz bu hadisga nisbatan bir oldin muqaddima.
Yani insanның hayatı iman ta'limatı bo'lgandan keyin. İnsanның hayatı iman ta'limatı bo'lgandan keyin. Xarakterimiz, tabiatimiz taatqan ishning hammasi İslam şəriətiga, Allah'ın təlimatına uyğun bo'ladi. Bu vaqtida Allah bizni buyurgan, şəriət bizdən kütgan ishlarni atrofimizdagilardan nim deyishni qat'iy nazar xijil olmasdan, haya qilmasdan degani, atrofdagi kishilardan xijil olmasdan qiliver. Chunki sening tabiating haqiqiy mu'minga aylanib, islom taqozosi, islom talab, islom talabi sening tabiatingga aylanib ketgachga, gerçi sen bir cemiyette yaşaysan, bu cemiyette sen qilmoqchi bo'lgan o ishni qo'llamaydiganlar ko'p, sening ishing yot tuyulishi mumkin. Sen Allohdan ham hayo qilmasan. Ya'ni Allah bu ishdan rozi olmaydilam deb qolmasan. Ya'ni Allah rozi bo'lganlamish bo'lsa, qiliver degan bo'lishi mumkin buning ma'nosi. Yoki buning yana bir ma'nosi bu hadisninki, yana bir ma'nosi biz bayatdan tushungandek, sening tabiating bu. İslam'ın taqazasını şununla mas şekilde qilishing kerak. Ammo mush ishni öz yo'lidan, İslam'ның talab taqazasidan, Allohning ta'limotidan chiqqan shaklda qilishda Allohdan hayo qilsang, qiliver. Chunki Allohdan hayo qilmagan sendek insonni hisob qiladigan ikkinchi ko'z bo'lmaydi. Mana shaklda ma'no bo'lishi mumkin. Ikkili ma'noda nima desa, inson Allohdan hayo qilgan muddatda xatolik o'tkazmaydi. Çünkü insanның bütün vücudu, xarakteri, bütün tabiati Allah'ın təlimatı ilə qınaqıb getdi, birləşib getdi.